Bolalar, chaqiring. Ketdik, kelinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Bu yoqlarda ham qabr bormidi, uka? Rostdan, uni qarang, ha. Qachondan saqlangan bular? Qachondan beri? Yo'q, oldindan bu narsa bo'lgan. Shunda qancha bo'lgan ekan vaqti deyman-da. 30 yildan oshgan. Mana shu qabrlarga ham 600 yildan oshgan. Qabrlar keyinchalik qo'yilgan, Ha, aniq ma'lumot lekin baribir noma'lum deng. Bino ma'lumot. Bu yerda shu Boshlasak bo'ladimi? Ha, boshlaylik. Keling. kelinglar. O'zbekcha bo'ladimi? Hozir. Ha, o'zbekcha bo'laveradi. Avvalambor assalomu alaykum. Amerika axborotga xush kelibsizlar. Azaldan Samarqandga xush kelibsizlar. Rahmat. Eshitmadi, aka gapirgan. Binomiz 1930 ya'ni 15-asrning boshida Amerikaning farmoni bo'yicha qurilgan. Azaldan bu binoni o'zlari uchun qurmaganlar, suyukli nabirasi bo'lgan Muhammad Sulton, ayniqsa Muhammad Sulton uchun qurilgan. Ya'ni Amerikaning to'rtta farzandlari, to'rtta o'g'il. Bekam bor ekan. Alhamdulillah. Look, this complex is a two-storied building. Now we are in the first floor. Second floor is 5 meters deep. It has the basement as well. Original bones and graves are in the basement. All the stones we see now here, they are like symbolic graves. Bu yerda ham restavratsiyalar bo'lyapti shekilli, yana qanaqadir qurilishlar. Qani akalar taksi shekilli deyishyapti. Ulug'bek rasadxonasi qoldi. Xudo xohlasa shu bilan. Voy, kechirasiz qizim. Tugaydi. Keyin Samarqandga sayohatimiz. 50 mingga kirishdik rasadxonagacha. Qanchaga? 50 ming. Boshqa odamga o'xshasan dedingmi? Uzoqdan, yaqindan emas. Bular ham eski mahallalar shekilliga. Alaykum. Pastlikka tushyapmiz, qandaydir? Setafol. Past taraf. Men setafol debdi. Ha, setafol ham bor ekan. Mahallalar.